الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد birodarlar yaxshimisizlar tuzimizdan avvalambor alloh taologa hamdlar bo'lsinki bizni mana bu suhbatda yana bir bor jamladi qancha bo'lsak ham bizni jamladi alhamdulillah. Bir narsani eslatib qo'ymoqchiman suhbatni boshlashdan oldin. Bugun Ramazonning 6-kuni. Kechagina Ramazon muborak deb bir-birimizni tabriklayotgan edik. Mana bugun 6-kuni. Ya'ni uje 1-10 kunlik tugamoqda. Alloh taolodan so'raylikchi mana bu oydan inshaalloh unumli foydalangan holatda chiqishlikni nasib qilsin. Bu oy juda ham tez o'tyapti. Balkim ba'zilar bilmay qolganlar hattoki 6 kun bo'lganini. Ammo lekin ko'z yumib ochguncha o'tib ketmoqda. Mana bu oy mag'firat va rahmat va nusrat va g'alaba oyi ekanligini unutmasligimiz kerak. Mana bu oyda solih amallar qilishlikka, solih amallarni ko'paytirishlikka harakat qilmoqligimiz kerakdir. Shuning uchun birodarlar, mana bu oyda g'aflatda qolmaylik. Bugungi sizlarga aytib bermoqchi bo'lgan hadisim mo'minlarda qiyomat kunidagi belgilari yoki mo'minlarda alomatlari. İnsanlar juda ham ko'p. Hamma insonda ikkita ko'zi, ikkita qulog'i, bitta burni bor. Hamma bir-biriga o'xshaydi. Mana bu qiyomat kunida mana shuncha odamlar ichida mo'minlar qanday ajralib turadi yoki qanday ajratiladi? Qanday ular alohida bo'lib turadi degan mavzu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytibdilar hadisda. Imom Muslim rivoyat qilgan, Imom Muslim sahihda kelgan hadisda kelyaptiki, Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib aytib beryaptiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedi: "Inna hawdi ab'ad min aylata min adan." Meni hovuzim dedi. Meni hovuzim Adan shahri bilan Ayla shahrining orasidagi masofadan ham ko'ra uzoqroqdir dedi. Ba'zi bir hadislarda boshqacha joylar, boshqa shaharlarda ism kelgan. Xullas ulamolar, muhaddis olimlar aytadiki, bu yerdagi maqsad bir makonning joy emas. Maqsad Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hovuzi keng ekanligi, juda ham bir keng va buyuk ekanligi nazarda tutilyapti deb aytishadi. Ba'zi bir eng ko'p rivojroq va eng biz tushunishimiz uchun bo'ladigan eng to'g'ri gap bu bir oylik masofa deydi. Kengligi ham va uzunligi ham bir oylik masofachalik bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam havzi shunchalik keng deydi. Ya'nikida demak tushunamizki, inson bir oyda qancha masofani bosib o'tadi, endi ashuni o'ylang, u yerdan bu yerdan hisoblash juda ham bir katta bir hovuz chiqyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayapti, meni hovuzim ashi bir oy masofachalikdir kengligi. Balki bundan ham kattaroqdir. Lahu va ashaddu bayadan min at-thalj. Uni oqligi qordan ham ko'ra oqroqdir deyapti. Ya'ni oqlikdan murod sofligini aytmoqchi bo'lyapti. Tiniqligi, sofligi qordan ham ko'ra sofroq, qordan ham ko'ra oqroqdir. Va ahla min al-asal. Asaldan ham ko'ra shirinroqdir. Ya'ni uni suvi asaldan ham ko'ra shirinroq, qordan ham ko'ra oqroqdir. Ba'zi bir hadislarda keladi, shu ba'zi bir rivoyatlarda keladiki, undan ichgan inson boshqa chanqamaydi, ya'ni boshqa chanqov degan narsani bilmaydi, his qilmay qo'yadi. Ozgina ichsa bo'ldi, yetadi, chanqov degan narsani unutadi. Shuna ham bir ne'mat, shuna ham bir katta narsa. Va la aniyatuhu akthar min adadin nujum. Uni idishchalari, ya'ni tabiiyki hovuz bo'lgandan keyin ichadigan idishchalar bo'ladi. Mana shu idishchalari osmondagi yulduzlardan ham ko'ra ko'proq. Ya'ni osmondagi yulduzni sanab oxiriga yeta olmaymiz. Balkim sanab oxiri yo'qdir. Endi mana shundan ham ko'proqdir deydi. Endi mana bu hadisda tushunilib qolinadiki, demak idishlari shunchalik ko'p bo'lsa, hovuz o'zi katta bo'lsa, hamma inson ichadi ekan undan degan o'y paydo bo'ladi. Tabiiyki, chunki shu narsa tushunishligi mumkin. Lekin hadis davomida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayaptiki, "Va inni la asuddu an-nas anhu." Albatta men insonlarni undan to'saman. Ya'ni insonlarni unga keltirmay turaman. Kelayotgan insonlarni haydab turaman. Xuddaki kama yasuddu ar-rajulu ibn an-nas an hawdihi. Xuddaki inson boshqa odamlarning tugasini o'zini havzidan, ya'ni o'zi tuyalari uchun bo'lgan, o'zining tuyalari uchun bo'lgan hovuzidan to'sayotgani kabi men ham undan odamlar to'sib turaman deyapti. Ya'ni qaytarib turaman, keltirmay turaman degan ma'noda kelyapti. Ya'ni ajabo, kimlar keladi bo'lmasa bu hovuzdan, kimlar ichadi degan savol chiqadi. Shuncha idishlari ko'p bo'lsa, shunchalik keng bo'lsa, lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni to'sib turadigan, qaytarib turadigan haligi hovuzdan, keltirmay turadigan odamlarni. Undan kimlar ichadi deb sahobalar ajablanishdi mana bu narsani eshitganki. Shunda sahobalar so'rashdi: "Ya Rasululloh, ata'rifuna yawma idin?"
O'sha kunda siz bizni tanib olasizmi? O'sha kunda siz bizni bilib olasizmi? Chunki hamma insonlar kabimiz biz ham degan ma'noda so'rashdi. Shunda Rasululloh sallam "Na'am, ha" dedi. Albatta sizlarni bilib olaman dedi. Qanday qilib? Lakum siyaman laysat li ahadin min al-umam. Sizlarda shunday bir belgilar bo'ladi, shunday bir alomatlaringlar bo'ladiki, boshqa biron ummatda, boshqa biron odamlarda bo'lmaydi. Mana shu odamlar, mana shu alomatlar orqali men sizlarni tanib olaman deb aytayapti. Bu alomatlar nima edi? Tariduna alayya gurran muhajjalin min athari al-wudu. Sizlar meni oldimga kelasizlar. Tahorat sababli, ya'ni tahorat suvi tekkani sababli, tahorat tekkan joylaringlar, tahorat teggan a'zo badaninglar nurli bo'lgan holatda kelasizlar deyapti. Tahorat qilayotganimizda qo'limiz, boshimiz, yuzimiz, to'g'rimi? Oyoqlarimizga tegadi suv. Mana shu joylarimiz nurli bo'lgan holatda, ya'ni mana shunaqa holatda meni oldimga kelasizlar. Mana bu nur boshqa hech kimda bo'lmaydi, boshqa biron ummatda bo'lmaydi. Faqat meni ummatimda bo'ladi deb aytayapti. Mana bu joyda mana shu hadisdan Anas ibn Malik va Ali radhiyallohu anhular tahoratni ko'proq qilishar ekan, ko'proq badanimga tegsin deb, bunday oshirib qo'yishar ekan, oyog'ini oshirib qo'yishar ekan, ko'proq nurlanadigan ma'noda. Ya'ni mana bu joyda birinchi oladigan darsimiz mo'minlarning sifati, ya'ni mo'minlar Rasululloh sallallohu qiyomat kunida Rasululloh sallallohu ummati bo'lmish mo'minlar ajralib turadi ekan boshqa ummatlardan. Mana shu mo'minlargina Rasululloh sallallohu hovzidan qordan ham ko'ra oqroq bo'lgan, asaldan ham ko'ra shirinroq bo'lgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hovzidan suv ichishar ekan. Inshaalloh mana shu mo'minlardan bo'lishlikda nasib etsin avvalambor. Endi bu hadisning ikkinchi tarafi bor. Ulamolar aytishadiki, bu yerdagi aytganimdek birinchi olinadigan narsa bu tahorat, haqiqat tahorati fazilati. Tahorat shunchalik bir yaxshi, shunchalik bir katta ne'matki mo'minlarga bo'lgan, mo'minlar doimiy poklab turadi, doimiy toza ushlab turadi. Bundan tashqari oxirat kunda mana bu qilgan tahoratlari, mana bu qilgan ishlari nur bo'lib ko'rinadi. Mana bundan ulamolar chiqib aytishadiki, demakki mana bu dunyoda qilayotgan har qanday yaxshi ish, har qanday Alloh taoloning buyurgan amrini bajarishligimiz, har qanday Alloh taoloning qaytargan narsani qaytarishligimiz oxirat kunida biz uchun nur bo'ladi deb aytishadi. Ya'ni biz bu dunyoda qancha yaxshi ish qilmaylik, qancha Allohning diniga harakat qilmaylik, qancha Alloh dinini mahkam ushlamaylik, qancha Alloh taolo buyurgan narsani qilmaylik, albatta oxiratda bu narsa biz uchun bir nur bo'ladi deb aytishadi ulamolar. Yana bir jihati, mayitdagi faqat tahorat emas, ya'ni tahorat qilsam inshaalloh Rasululloh sallallohu hovuzdan ichib jannatga kirib ketaman ekan degan narsa emas. Tahorat qilib turib namoz o'qimasangiz tahorat qilganingiz foydasi yo'q. Tahorat qilib turib namoz o'qib turib roza tutmasangiz tahorat qilib namoz o'qiganingiz ham foydasi yo'q. Bu xuddaki Alloh taolo sizlar bu kitobni bir qismiga iymon keltirib turib boshqa qismiga iymon keltirmaysizlarmi deganga o'xshab qoladi. Yoki mana bu yerga kelayotgan narsa tahorati fazilat va bunga qo'shimcha o'laroq ulamolar aytgandek, butun shariat, islom dini, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga olib kelgan mana bu islom dinini mahkam ushlashligimiz, mana bu shariatga amal qilishligimiz, mana bu Qur'on va sunnatni yer yuzida yana qayta qoyim qilishligimiz, mana bu Qur'on va sunnatni qayta qoyim qilishlik uchun harakat qilmoqligimiz kerak. Mana shundagina inshaalloh nurli yuzlar bilan, nurli qo'llar bilan, nurli boshlar bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hovziga kelamiz. Agar biz faqat tahorat qilib yurib, ammo lekin mayitdagi Alloh taolo boshqa ahkomlarini, boshqa hukmlarini, shariatini qolgan tashlab qo'yadigan bo'lsak, holimizga voy bo'ladi. Chunki Alloh taolo bu narsadan juda ham qaytargan bizni. Ergashsak, to'liq ergashishimiz kerak. Juda ham ko'p aytayapman. Nargi mavzularda ham aytdik. Alloh taolo bu Qur'oni Karimni nahnu nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay. Biz mana bu Qur'oni Karimni sizga, mana bu kitobni barcha narsani bayon qiluvchi qilib yubordik dedi. Juda ham ko'p bu oyat zikr qilib aytayapman, chunki mana bu oyatda Alloh taolo juda ham bir katta narsani aytayapti. Bu Qur'on bu faqat roza, namoz, zakot, haj emas, balki bu inson butun muammosini yechib beradigan narsadir. Butun muammosini yechib beradigan bu dasturdir. Inson mana shu narsa bilan yashasa, mana bu narsani o'zi uchun dastur qilib, o'zi uchun qonun qilib olsa, mana bu narsani hayotda bo'lmasa, bu narsani hayotda tatbiq qilishga harakat qilsa, mana shundagina haqiqiy baxtga erishadi. Mana shundagina haqiqiy hidoyatga erishadi. Mana shundagina haqiqiy to'g'ri bo'lgan, rost bo'lgan yo'lga tushadi. Mana shundagina haqiqiy mo'min bo'lib, qiyomat kunida boshqa ummatlardan ajralib turadi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgandek.
Mana bu Rasululloh sallallohu havuzdan suv ichishlik bu juda ham katta ne'mat. Yana bir boshqa hadisda aytadiki, Rasululloh sallallohu o'zlari aytib berishadiki, o'sha paytda odamlar to'planib, o'sha sizlar men tarafga qarab kelasizlar. Men bilan birga yashagan zamondosh bo'lgan, men bilan birga yashagan, meni ko'rgan, men ularni ko'rgan odamlar bilan birga bo'lib kelasizlar deydi. Bu yuzinglarda nur bo'ladi deydi. Xuddi aytib bergandek, g'urratan muhajjalin deganda, tahorat suvi teggan joylarlar nurli bo'lgan holatda meni oldimga kelayotgan bo'lasizlar. Ozgina masofa qolganda havuzimga ozgina masofa qolganda shunday uzoqlashishlar. Shunday uzoq bo'lib ketasizlar ya'ni. Alloh taolodan uzoqlashtirib boradi deydi. Ya'ni ba'zilar uzoqlashtirib bunday yuzinglardagi nur shunday o'chib boradi, ashra yaqincha qolgan yuzdagi nur shunday ketadi-da, va shu bilan birga uzoqlashtirilasizlar deydi. Shunda Rasululloh sallam Alloh taolo qarab aytadi ekan: "Ya Robbi, ashabi. Robbim, bu meni do'stlarim, bu meni birodarlarim, do'stlarim, nimaga kiryapsan?" deydi. Shunda Alloh taolo so'raydi ekan: "Sen bilmaysan bu sendan keyin nima qilganliklarini bulardi. Sen vafot etganingdan keyin nima qilganliklarini bilmaysan bulardi" deydi ekan. Rasululloh sallallohu vafot etgandan keyin nima bo'ldi? Rasululloh sallallohu bilan Hajjatul Vadoda billa bo'lgan, ha biz eshitdik, ha yetkazdi deb turib gaplarda aytgan odamlar nima qildi? Rasululloh sallallohu vafot etganda murtad bo'lib ketdi. Ya'ni islomdan qaytib ketdi. Munofiqlar o'sha joyda munofiqligini ko'rsatib chiqishdi. Haqiqat islomga dushman bo'lgan insonlar dushmanligini ko'rsatib chiqishdi. Islomni haqiqiy mahkam ushlamagan insonlar islomdan qaytib ketib qolishdi. Sen ketganingdan keyin mana bu shu qilganliklari uchun bu seni hovuzingdan ichmaydi deb Alloh taololarni qaytarib yuboradi ekan. Yuzdagi nurlari nimaga nurli bo'lib turishadi bo'lmasa mo'minlar bilan birga desa, chunki ular munofiqlarga aytiladi, chunki ular mo'minlar bilan birga edi. Ular islomni o'zlariga bir parda qilib olishdi. Musulmon bo'lishdi, namozini o'qishdi. Shuning uchun vaqtinchalik qilishgani uchun Alloh vaqtinchalik ularga berishar ekan. Ammo lekin hovuzga ozgina qolganda ular mana biz najot topdik, mana yutdik degan paytda shunda Alloh nurlarini shunday so'ndirib, o'chirib, shunday hovuzdan uzoqlashtirib yuboradi ekan. Mana shunda haqiqiy mo'minlar, haqiqat Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni hovuzini mahkam ushlagan insonlar, Rasululloh sallallohu sunnatini va Alloh taolo shariatini mahkam ushlagan insonlargina, haqiqiy mo'minlargina yuzidagi alomatlar bilan, nurlar bilan Rasululloh sallallohu hovuziga kelib turib, hovuzidan ichishadi deydi. Bu yerda yana bir boshqa narsa bor. Hovuz bu faqat Rasululloh sallallohu o'zigami? Desa yo'q, boshqa payg'ambarlarga ham o'zining hovuzlari bo'ladi deydi. Boshqa payg'ambarlarga Alloh taolo hovuzlar bergan. Rasululloh sallallohu aytadiki, "Inna li kulli nabiyyin hawda", ya'ni har bir payg'ambarda o'zining hovuzi bordir. "Va innahum yatahabawna ayyuhum aktharu warida", va ular, ya'ni unga keladigan insonlarda hovuzdan ko'p ichadigan insonlar xususida gaplashishadi deydi. Ya'ni kim menga ko'proq keladi, menga ozroq keladi va hokazolar debchi. Rasululloh sallallohu aytadi ekanki, "Va inni arju an akuna aktharahum warida". Men o'sha paytda eng ko'p odam keladigan, eng ko'p meni hovuzimdan ichadigan bo'lishligini xohlayman dedi. Ya'ni meni ummatim ko'p bo'lishligini ichadigan haqiqiy mo'minlar ko'p bo'lishligini xohlayman, umid qilaman deb Rasululloh sallallohu Alloh taolodan duo qilgan holatda aytib zikr qiladi ekan, marhamat qilyapti. Bu hovuz nima desa, biz sizga Kavsarni qilib berdik. Rasululloh sallallohu alayhi hovuzini ati bu Kavsar bo'ladi. Ya'ni Kavsar hovuzi deyiladi. Kavsar degan so'z lug'atda juda ham suvi ko'p, ne'mati ko'p, yaxshiliklari ko'p bo'lgan narsalarga aytiladi. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nimasi nima ekan? Hovuz aytayapti. Inna a'taynaka kal kawsar. Ya'ni biz sizga Kavsar hovuzini berdik deb. Rasululloh sallallohu alayhi Miroj kechasi jannatga ko'tarilganda hovuz ko'rib qoladi ekan-da. Bir hovuz ko'radi ekan. Juda ham bir chiroyli, ikkita qubbosi bo'lgan, oltindan ikkita qubbosi bo'lgan. Jabroilni "Ey Jabroil, bu qanaqa?" Rasululloh sallamdan so'raydi ekan.
Mana bu hovuz Rasul Alloh taolo sizga bergan, sizga hadya qilib bergan hovuz mana shu hovuzdir dedi. Rasululloh vasallam, ya'ni bu narsani jannatda ko'rgan bo'ladi ekan. Me'roj kechasi. Birodarlar, demakki aytmoqchi bo'lgan narsa hadisimiz xulosasi Allohning dinini, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sunnatini mahkam ushlamoqligimiz kerak. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda, ya'ni o'zining gaplarida aytganidek, sizlarda alomatlar bo'ladi deb turib tahoratni misol keltirdi. Ammo bu yerdagi tahoratgina emas, balki butunicha shariatdir. Butunicha shariatni ushlamoqligimizdir. Butunicha shariatni mahkam tutmoqligimizdir. Alloh taolo biz haqiqiy mo'minlar uchun, Rasululloh sallallohu haqiqiy ummati uchun mana bunday ne'matlarni tashib qo'ygan, mana bu ne'matlarni tayyorlab qo'ygandir. Demakki, birodarlar, biz mana bu kunda Ramazon oyida Alloh taolodan nusrat so'rab, g'alaba so'rab, solih amallarni ko'paytirib, solih ishlarni yaxshi qilib, Alloh taolo dinini qoyim qilishligi uchun, shariatini oliy qilishligi uchun, Alloh taolo kalomini aziz qilishligi uchun harakat qilmoqligimiz kerak. Agar mana bunday qilmaydigan bo'lsak, faqat tahorat qilib namoz o'qib yuradigan bo'lsak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xuddaki havuziga borib uzoqlashib ketgan insonlarga o'xshaymiz. Shuning uchun birodarlar, barchamizga bundan oldingi hadislarda ham aytib o'tdik. Ya'ni har bitta hadisdan kelayotgan Qur'on o'qi yoki to'g'ri yo'lga yur degandan murod bu faqat namoz, ro'za, zakot berish, tutishlik emas, balki bu ishlarni qilishlik emas. Bular albatta eng qilishlik kerak bo'lgan ishlar, ammo lekin bu bilan birga qolgan ahkomlarni unutib qo'yadigan bo'lsak, qolgan ishlarni qilmaydigan bo'lsak yoki o'qigan narsamizga, bilgan narsamizga amal qilmaydigan bo'lsak, holimizga voy bo'ladi. Qur'oni Karimni o'qishlik haqida gaplashgan edik. Qur'oni Karimni mohir o'qiydigan inson bu farishtalar bilan, payg'ambarlar bilan birga bo'ladi dedik hadisda. Ammo lekin Qur'oni Karim dudulanib o'qiydigan inson, qiynalib o'qiydigan inson uchun ikkita ajr bor dedik. Mana shu joyda muhaddislar aytishuvdiki, Qur'oni Karimni mohir o'qib, zo'r o'qib, to'xtamasdan juda ham chiroyli o'qib turib, ammo lekin amal qilmaydigan bo'lsa, bu yerda qiynalib o'qib, dudulanib o'qib, lekin amal qiladigan bo'lsa, mana bu insonni, qiynalib o'qigan inson va amal qilgan insonni obro'si, amal qilgan insonni martabasi to'g'ri, mohir o'qigan inson martabasidan ko'ra ulug'roq bo'ladi, yuksak bo'ladi dedik. Demakki, hadislardagi yoki oyatlardagi kelgan narsa hammasi islomga butunicha ergashishlikka, islomga amal qilishlikka, shariatni mahkam ushlashlikka taalluqlidir, dalolat qiladi. Yokida kechagidan oldin gaplashgan hadisimizda ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelib turib so'radi. Menga islom haqida bitta gap ayting edi. Men uni boshqa hech kimdan so'ramay. Ya'ni bitta gap ayting, bo'ldi. Shu bilan men islomning nima ekanligini tushunib olay deganda nima dedi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam? Qul amantu billah thumma istaqim. Allohga iymon keltirdim degin va to'g'ri yo'lda bo'lgin, rost yo'lda bo'lgin dedi. Demakki, bu to'g'ri yo'l, rost yo'l, haqqoniy bo'lgan yo'l qaysi yo'l? Bu islomdir. Alloh taoloning buyruqlari va qaytaruqlaridir. Mana bu narsaniga amal qilmaydigan bo'lsak, mana bu narsani mahkam ushlamaydigan bo'lsak, Alloh taoloning butun buyruqlariga, butun qaytaruqlariga harakat qilmaydigan bo'lsak, unda biz to'g'ri yo'lda bo'lmaymiz. To'g'ri yo'lda ushlagan bo'lmaymiz va holimizga voy bo'ladi. Shuning uchun birodarlar, Alloh taolodan mag'firat va rahmat so'ragan holatda mana bu oyda bizni solih amallarni ko'p qilishligimiz uchun, mana bu oydan inshaalloh, mana bu oy Ramazon oyi, mana shu oy oxirgi oy, ya'ni xalifasiz o'tkazgan yokida shar'iy ahkomlarsiz o'tkazgan oxirgi oyimiz bo'lsin. Mana bu oy butun musulmonlarga bo'layotgan zulm, qiynoqlarning nihoyasiz oxiri bo'lsin inshaalloh. Shu bilan birga bugungi aytib bermoqchi bo'lgan hadisimni sharhini sizlarga tugatdim. Albatta foydali bo'ladi degan umiddaman. Amin ajmain birodar. Alloh rozi bo'lsin birodar, ilmingizni yanada ziyoda qilsin. Juda ham dolzarb, muhim masala ko'tarilgandi birodar. Birodar, ya'ni bilamizki, bugungi kunda ummat, ya'ni ibodatlariga juda ham haris. Masalan, ko'ryapmiz, hattoki yosh bolalar ham masjidlarga, tarovihlarga shoshilganligini ko'rib turibmiz. Lekin hozirgi aytganingizdek, ya'ni ibodatlariga haris, lekin islomni hayotda to'liq bo'lishligi masalasida ummatda kattagina bo'shlik, kamchiliklar borligini ko'rib turibmiz. Ya'ni ummatni nafaqat ibodatlarga, balki islomni hayotda to'laligicha tatbiq qilib yashashlikka intiladigan qilishlik uchun, ya'ni ularni to'liq hayotda
islomni, shariatni qoyim qilishlikka haris qilishlik uchun nimalar qilsa bo'ladi, birodar? Alloh rozi bo'lsin aka. Har bir musulmon islom dinini, islomni mohiyatini haqiqatda tushungan inson biladiki, bu islom faqatgina namoz, ro'za emas ekanligini tushunadi. Har bir islomda mohiyatini, haqiqatini tushungan inson biladiki, islom bu butun narsani bayon qilib berguvchi, butun olam uchun, butun islom ummati uchun kelganligini, inson uchun asos bo'ladigan, inson uchun qonun bo'ladigan din ekanligini biladi. Hozirgi kundagi insonlar, musulmonlar shunday bo'lib ketdiki, islom xuddaki nasroniy dinlar kabi din qilib ko'rsatishyapti. Xuddi bu faqat masjidda bo'ladigan, faqat u uyda ichida bo'ladigan, tashqariga taalluqli bo'lmagan din deb ko'rsatishmoqda. Xuddi shu din kabi qilib qo'yishgan. Va ming afsuslar bo'lsinki, musulmonlar ham mana shu narsaga ergashgan holatda davom etishyapti. Ammo lekin haqiqat bundan juda ham uzoqdir. Islom bu butun insoniyat uchun bo'lgan qonun, butun insoniyat uchun bo'lgan dustur. Bu gapni men yoki siz yoki boshqa bir odamlar aytmayapti. Bu gapni siz biz Robbimiz Alloh degan Alloh taolo aytayapti. Biz kerak bo'lsa mana bunga taalluqli bo'lgan oyatlarda har kuni o'qiymiz. Kerak bo'lsa tarovihlarda eshitayotgandirmiz. O'zimiz zikr qilamiz. Bu joylarda eshitamiz. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, insonlarga mana bu islomning haqiqiy mohiyatini, haqiqatini tushuntirib, bu narsani tushunishligi kerak deb bilaman. Agar hamma musulmonlar mana bu islomning haqiqatini, mohiyatini tushunsa va birlashsa, mana shundagina inshaalloh aytgandek islomga to'liq amal qilishlik ro'yobga chiqadi deb bilaman ekan. Yana boshqa birodarlarda javoblar bo'lsa marhamat.